Assalomu alaykum. Ya, Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmatga Ahror. Qanaqasiz? Charchamayapsizmi? Qanaqasiz? Kechaga o'tirish вообще dahshat bo'ldi. Stuldagi meva, pivo, napitkalar вообще vish urin bo'ldi, shef. Gap yo'q, rahmat lekin. Shef, siz ham bilasiz, qayerdan nima olishni. Lekin gap yo'q, maza qildik, rahmat shef. Poyiz ko'rmadingiz? Imkonga o'tir. O'zim ham bunaqa ba'zan xush ko'rmayman. Yaxshi o'tirgan bo'lsanglar xursandmiz. Assalomu alaykum opajon, yaxshimisiz? Jiyanlarim yaxshimi? Pochcham yaxshimilar? Bitta iltimos bilan telefon qilyotgandim. O'zingiz bilasiz, hayitga ham ozgina qoldi. Bu oyligimni qarzlarim bor edi, o'shani yopuvdim. Kechroq yopganimga do'konchi jahllari chiqib, endi qarz so'rashga bo'lmayapti. O'shanga qarz so'rab telefon qiluvdim. Agar iloji bo'lsa berib tura olasizmi? Pochchamning ham ishlari yaxshi emas. Yo'q, shart emas. Xo'p, mayli, yaxshi o'tiringlar. Ahror. O'sha, ishli? Ahror Qorasoqda bozorchaning ichida tabiat sovg'alari, qo'l mevalar bor. O'shaning ichiga kirib, maneti, xadomgidek chiroyli qilib qo'l meva qilib yashab. Shundan keyin. Bo'ldi, shef. Uni yuzga birato'la olib tashlab qo'ying. Yo'q, mana shu yoqqa kelsin Ahror. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Rahmat aka. Oke, mani Rustam aka shef jo'natdilar. Aytdilarki, har doimgidek qilib bersin dedilar. O'z bilarkansiz. Bo'ldi aka. Qilib beraman.